Savol: er-xotin jinsiy aloqadan keyin ular bittasi g'usl qilsa-yu, bittasi g'usl qilmay uxlab qolsa, keyin ularni yuzlari bir-birlariga tushsa, o'sha qilgan g'usli sinadimi yoki unday emasmi? G'usl haqida to'liqroq ma'lumot bersangizlar. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Dar haqiqat g'usl vojib bo'lgandan keyin, ya'ni er-xotinlikdan keyin ularga g'usl qilishligi vojib amal. Ana shu g'usl qilmasdan turib uxlab qoldi yoki boshqa bir ish bilan band bo'ldi, keyin er-xotin bir-biriga ko'zi tushdi. Xalqimizda bir noto'g'ri tushuncha bor. G'usl vojib bo'lgan odamni go'yoki bir haromday, makruhday, jirkanchday qarashadi. Unday emas, balki g'usl vojib bo'lgan odam harom emas, balki uning zimmasiga g'usl vojib bo'lgan xolos. G'usl vojib bo'lganligidan g'usl qilsa, namozga, ibodatga, Qur'on tilovat qilishga imkoniyat tug'iladi. Ammo boshqa ishlar hammasi unga ruxsat. Qo'l oyog'ini yuvib, tahorat qilib olib ovqatlansa ham bo'ladi agar zarurat bo'lsa. G'usl vojib bo'lgan odamni eshigining tagiga birov chaqirib kelgan bo'lsa, uni kuttirmasdan, demak, yengilgina tahorat oladida chiqib, u bilan gapini qilib, kelib keyin boshqatdan g'usl qilsa bo'ladi. Bu kabi holatlar juda ham bir noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qolgan.